Assalamu alaykum vatandaşlar. Mustaqillik yolida izlanish programmamizning 69 soniga xush keldinglar. Bugun biz hukumatimizning bosh ministri Abdul Ahad Nur Damallamni Barin inqilobi temasida suhbatimizga taklif qildik. Suhbatimizga xush keldingiz. Ya hoş bulduk. Rahmet. Allah razı olsun. Rahmat. Siz shu Ro'za Ramazon mezgilida bizga dinimizdan ta'lim tarbiya berib, bizga nurg'un narsalarni o'rgatdingiz. Ajringiz katta bo'lsin. Ko'pdan ko'p rahmat. Hamda 5 fevral biz uchun ulug' kun. Bundan 35 yil muqaddam 1990-yili 5 fevral vatanimiz Sharqi Turkistonning Bari yezisida bizni o'zimizga tonutgan, vijdonimizni uyg'otgan, qinimizni qaynatgan qurolliq qo'zg'olon portildi. Bu dal bizning birdan-bir dushmanimiz bo'lgan Xitoy tajovuzchilariga qarshi qo'zg'olon edi. Tunigan shanba 5 fevral kuni hukumatimiz Amerika va Kanada qatorliq davlatlarda namoyish o'tkazdi. Oq saroy oldida Salih Xudoyor afandim to'limi yuqori saviyada, to'limi ta'sirli bir nutq so'zildi. Mening diqqatimni tortgani Oq saroy atrofidagi nurg'un odam yig'ilib turib, to'limi astoydillik bilan bu nutqni angladi va rasm videoga tortdi. Oq saroy butun dunyoning diqqat nuqtasi bo'libmi hozir texim shundoq. Bizning ovozimiz chiqdi, irodamiz namoyon bo'ldi. Demak, namoyishimiz unum berdi. Dal shundoq o'z vatani uchun shahid bo'lgan qahramonlarimizni bir oddiy namoyish bilan yod etishga arzimaydigan millat bo'lsak, yana qaysi cho'ng ish bizni tavirtar degan savol meni davomli qiynaydi. Sen uchun jon berganning qadrini qilmaslikning o'zingning qadrini qilmasliging. 4 aprel deyman deb men fevral deb qo'yibdiman. Kechiringlar. 5 aprel. Endi xo'sh, bugun biz 1990-yili 5 fevral Barin qo'zg'olonining rahbarlaridan biri bo'lgan hukumatimizning bosh ministri Abdul Ahad Nur Damallamni bu suhbatga taklif qildik. Marhamat Abdul Ahad Nur Damallam. Barin inqilobining qo'zg'alish sababi nima? Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Rahmat Jurat efendim. Hammamizga ma'lum, Barin inqilobining qo'zg'alish sababi shu Xitoy ishg'oliyati. Vatanimiz ishg'ol ostida bo'lganligi uchun qo'zg'aldi xalqimiz. Ammo bu qo'zg'alishga sabab bo'lgani har qanday narsaga sabab bo'ladigan oxirgi tamchi bo'ladigan xalqimizni jondan to'yg'izib o'lsakmi nima bo'lsak o'ttirg'i chiqayli, o'lsakmi insondek o'layli, biroz qadrlik o'layli deydigan darajaga akizgan eng oxirgi nuqta shu sabiy bolalarimizning sababsiz o'ltirilishi. Shu chaqdagi vaqtlarga kelsak, Xitoy shu chaqda bu planliq tug'ut siyosati deydigan irqiy qirg'inchilik siyosatini boshlab egri ijro qilayotgan vaqtlar shu. Shu Barin yezisi deymiz, yezi degan bir kichik biya. Shu Barin yezisida bir yilda tug'ilish oldida turayotgan buvaqlardan o'ltirilganlarning soni bir yezidan 250 aşıp ketiglik. Bir yezde qancha aile oldu? Shunda hisoblagan vaqtimizda shu balası bo'lib tug'ilgan aile yo'q deydigan darajada. Butunlay hamile ayollar majbur doktorxonalarga apirilib, balları elib etilgan shunday bir vaqtda. Shu chaqda men xotirlayman, bizning yurtimi? Ash Maralbashning cho'nqo'chaq degan yerlarida Qizilqum degan yerlarda eng sara, bizning vatanimizdan eng uzoq sarali degan yerlardimi shu hamile bo'lgan ayollarni majbur tutib, apirib, shu yezilik doktorxonada, cho'nroq doktorxona bo'lsin mayli, yezilik doktorxonada shu qo'yning qusqini yag'andek yerib, bolalarni elib etgan ishlar bo'lib turibdi har kuni. Nurg'un ayollar shu naq maydonda o'lib ketdi. Qansirab o'lib ketdi, qansizlikdan o'lib ketdi. Buni ko'rayotgan o aile, o
o balının ata-anası etrafındaki tuqqanları görüdü. Şu balısı elip şu naq meydanda ölüp ketken ayallarının tuqqanları oludu. Bularning g'azibi teşip nima degan zulm bu? İnsanmı insanga mushunda eri keladigan shulamdi. Buaq bo'limi mushunda o'ldirgan shulamdi. Agar nüfusimiz jiq deb Xitoy tajovuzchilari shuni bahona qilib nüfus jiqlab ketdi deydi-ku. Nüfus jiqlab ketgan bo'lsa vatanda nima uchun har kun Xitoydan ko'chman chiqadi? Hozir vatanimizda ishg'ol qilgani yetmagandek bizni yo'q qilish niyati bo'lmasa Xitoy tajovuzchilarining eng oxirgi nuqtada bizni mushundaq avlodlarimizni yo'q qilish orqali butunlay bizni bu zamindan yo'q qilib o'tish niyati bo'lmasa mushundami irqiy qirg'inchilik qilamdi deb narisida bolalarimizning ma'sum ayollarimizning beguna o'lib ketishiga chidab turolmagan xalq Xitoyning shu irqiy qirg'inchilik siyosatiga ki bu siyosat ishg'oliyatdan kelib chiqqan siyosat. Agar vatanimiz ishg'oliyat bo'lmagan bo'lsa, ishg'ol qilinmagan bo'lsa, vatanimiz o'zimizning qo'lida bo'lgan bo'lsa, bizning nüfusimiz necha yuz million bo'lib ketsa-mu, baqalaydigan bir vatan bu. Va Xitoy bizning nüfusimizning ko'payishini xohlamag'achqa, irqiy qirg'inchilikni boshlag'achqa, xalqimiz Xitoyning bu yomon suiqasdini tunib yetkachga, xususan Barin xalqi rahbarimiz Zeydin Yusuf rahbarligida buni tunib yetkachga o'ttirga chiqqan. Qo'zg'alishning sababi shu. Shuning uchun ba'zi insonlarning Barin voqeasi deyishadi, uning o'g'isini qaynatadi. Voqea degan mashina voqeasi deymiz-ku. Hukumat ikki tarafdan urib so'qishib ketib o'ttirga chiqib qolgan ishni voqea deymiz. Shuning uchun buni kichikiltib Barin voqeasi u bu deyishlar dadamning ochig'ini keltirdi. Bu xalqimiz Xitoy tajovuzchilarining zulmiga davlat siyosati bilan planlangan irqiy qirg'inchilik siyosatiga qarshi turish uchun vatanimizning ishg'oliyatdan qutulishini maqsad qilgan holda o'ttirga chiqqan bir milliy inqilob hisoblanadi. Bu amaliyotda bir bolani elib itish, bu asli bakchong jinoyat bo'ldi. Biz shu g'arbdan kiryapmiz. Hech qanday odamning bunday huquqi yo'q. Ammo Xitoylar bu cho'ng jinoyatni o'tkazgan. Bizningki xalqimizga bo'lib Barinda buning nimasini ko'rdik. Bizni qurt etishninki usuli shu chog'da boshlangan. Barin xalqi buning qarta o'zininki quroli bilan javob bergan. Haqiqiy esil vijdonli yigit qizlarimiz shu yerda ekan-toq chog'da. Hamda sotsial medyada ba'zi kishilar Zeydin Yusufni Sharqiy Turkiston Islom partiyasining qurg'uvchisi deb tashviq qiladi. To'g'rimi? Bundaq tashviq qilishga sabab nima? Zeydin Yusufning o Sharqiy Turkiston Islom partiyasining qurg'uvchisi bo'lishi bilan hech qanday aloqasi yo'q. Chunki Zeydin Yusuf bu Barin inqilobi qo'zg'alishdan burun şu Barinda qo'ygan tashkilotning ismi Sharqiy Turkiston Ozodlik tashkiloti. Şu Zeydin qarim men bilan tanishib, ayrim paranglashib, biz ko'pincha vaqtda paranglashni sirtqich kitib, adam yo'q yerda paranglashatdik. Shahar ichida adam jiqildigan bo'lgandan keyin sirtroq bir yerlarda paranglashatdik. Şu paranglashgan yerlarimizda tunji qatam meni tunishtirishi. Tashkilot ismining biz chirdigan tashkilotning Sharqiy Turkiston Ozodlik tashkiloti ekanligini tunishtirgan. Bu tashkilotni qurishni yolg'iz o'zining qurib chiqmaganligini, o'zining Urumchi atrofida, Qashqar atrofida, Qog'liq atrofida nurg'un hukumatli kishilar bilan tunishining borligini, bizning vatanimiz Sharqiy Turkistonni ozod qiladigan bir tashkilotning nima bo'lish kerak ekanligini jiq o'ylashganligini, eng oxirida bu Sharqiy Turkiston Ozodlik tashkiloti desak bo'ladi ekan. Chunki Sharqiy Turkiston degan ishg'ol qilingan davlatimizning ismi, ozodlik deganimiz bu faqatlam shu ishg'oliyatga qarshi xalqimizning ozodligi, davlatimizning mustaqilligini asliga keltirishni maqsad qilib ozodlikni qo'shdik. Tashkilot deyishimizning sababi
Şu xalqni tashkillab, bütün xalq bilan qiladigan ish bo'lgandan keyin, bütün xalqni tashkillamay turib, bir nizam nomi ostiga, bir g'oya ostiga tashkillanmay turib, bu ishni qilg'ili bo'lmaganligi uchun tashkilot deb qurishimizning sababi shu. Deb shu Sharqiy Turkiston Azodlik Tashkiloti degan ismni birdan tushundigini shu yodimda. Buni biz deyishga shu Qashqa Hayitkadan chiqib cho'ng yo'ldan. Shu cho'ng yo'lga qarilgan vaqtda xubdandan keyin hamma insonlar uyiga ketadigan vaqtda yo'g'on bir do'kon bo'ladigan. Shu do'konning oldida ikkimiz o'tirib deyishgan shuni. Hozirgidek ismda Zaydin Qarining qurib chiqqan tashkilotning ismi bu. Sharqiy Turkiston Azodlik Tashkiloti. Endi buni bu Sharqiy Turkiston Islom partiyasi qachon chiqdi degan vaqtimizda bu keyin chiqdi. Masalan, Zaydin Qari bilan 87 da tanışgan bo'lsam, 87ning oxirlari, 88 ga yaqin shu ko'z vaqt tanışgan bo'lsam, Sharqiy Turkiston Islom partiyasi degan gap 89-yili yoz atroflarida o'tirg'i chiqdi. Shu chaqda Zaydin Qari bir qatim kelgan vaqtda ko'pincha vaqtda bu qag'iliqda Abdukim Mahsub hajimda o'qigan taliblarning ichida o'qimishlik taliblar jiq bo'libdi. Siyosiy eng uchuq. Xitoy qarshi jiqroq shu yerda qag'iliqda o'qiganlardan chiqdi, Xitoy qarshi chiqdiganlar. Shuning uchun ziyoli taliblarni tanlash uchun ko'pincha shu qag'iliq tarafga bordi. Shu berib kelish jarayonlarida qag'iliqdagi ba'zi dinda o'qigan insonlar bu Sharqiy Turkiston Azodlik Tashkilotini Sharqiy Turkiston Islom partiyasiga o'zgartirsak degan taklifni berganmish. Bergandan keyin Zaydin Qari buni qag'iliqda rad qilibdi. Rad qilgandan keyin bu talab ta baring'icha kelibdi. Ba'zi insonlar shu baring'iga kelib, mush tashkilotga qatnashsak, ammo ismini o'zgartsanglar degan taklif kelgandan keyin barindiki ba'zi inqilobiy ballama mushni o'ylash baqsanglar degachga Zaydin Qari atayni shuni maslahat qilishga Qashqarga kelib shu chaqda. Kelib qanday qilamiz dedi. Bu chaqda mening yoshim yosh. Shu 21 yosh vaqtlarim. Siyosiy aqim enammo ancha yuqori emas vaqtlarim. Men faqatlam u chaqda istalqi diniy sohada bolalarga masjidlarda dars berib, bularga o'zim yetib qo'yayotgan masjidda Qashqarning Janqo'g'an degan mahallasidagi bir masjid yetib qo'yaptimi? Yavaqda Janqo'g'an degan bir mahalla bor. Shu yerda vafot bo'lgan rahmatli Abdug'ufur Qarajim, Tilla Qarajim deb qo'ydi. Shu kishi imom bo'lgan. Shu masjidning hujralarida yetib qo'ydik biz. Shu jarayonlarda men taliblarga dars berdim. Shu ders verish jarayonida Zaydin Qari men bilan tanishdi, men bilan dars oladigan bolalar bilan tanishdi. Shu tanishish jarayonida biz ko'pincha shu jamida bo'ldik. Zaydin Qari mush maslahatni shu yerda qo'ydi. Bunda Sharqiy Turkiston Islom partiyasi deganni o'zgarsak qanday bo'ladi, qanday deb qaraylar deb. Degandan keyin men qarab islom degan gapni qarab shunda chiroyli anglandi Sharqiy Turkiston Islom partiyasi. Ammo partiya degan gap kommunistik partiyasi degandek gap bo'ladi. Bu bir xil bir guruhningki bir shulab degandek bu Islom partiyasi deganda qanday bo'ladi bu? Bir xil kallamdan o'tmadi. Kallamdan o'tmay Zaydin Qariga o'zimning bilishcha tushuncha berib, buni Islom partiyasi desak, Islom partiyasi masalan o chaqda sanmadim vatanning ismini Xinjiang deb ataydigan bo'lg'achqa, masalan Xinjiangni azod qilib mustaqilligimizni asliga keltirdikmi deyli, shu chaqda Islom partiyasi desak, bu partiya degan hamma xalqqa vakillik qiladigan bir narsa bo'lmaydi. Jiq kallamdan o'tmadi bu ish. Meningki mush atrofimda mush mening darsimdan o chaqda tafsir darsi, Buxoriy darsi butunlay darslar shu masjidda o'tilibdi.
Şu jarayonlarda men bilan huquqqa kelgan taliplarni tinchig'ili yana şu mahalleden şu burunqi inqiloblarga qatnashgan 33 yildagi inqiloblarga qatnashgan 44 yildagi inqiloblarga a'zo bo'lgan degandek şu milliy rahbarlarimizni tuniydigan ko'ni ziyolilardan hatto Qashqa pedagogika institutida muallim bo'lgan yoshlik yashibjak berib qolgan siyosatchilar bor men tuniydigan ko'pincha vaqtda men danglab turibdi qarim sizlar yosh keldi ammo Qur'onni bek obdan tushundirdi ekanlar Alloh rozi bo'lsin deb dumbamga olib bog'lab nihoyat rag'batlantirib turdigan odamlar bo'pti. Bu odamlar bir tarafdan meni rag'batlantirgan bilan bir tarafdan bizni musofir deb Maralbeshdan kelib masjidniki o'jirlar diyet musofir bo'lib o'qiyotqachqa ko'pincha vaqtda shu musofirlik yetyaptamdi, nima qiyinchiliklar va u bu deb holimizni xabar olib turadigan odamlar edi. Ham ota-onamiz darajada, ham ustozimiz darajada ba'zi vaqtda tabliğda ba'zi gaplar chiqib qolib qolsa, ma gaplarni qilsanglar ko'taramaydim jamoat. Deb menda mustaqillikning gaplarini ba'zi deyilib qolibdi. Masalan, oyatda mendaq deydi u biz hozir menda qululab yashayversak, bu undaq emas desak, taliplarning orasida va ba'zi jamoatlar qarab o'tiribdi. Ma'ula hukumatning qo'lqiga chiqib qolsa, chataq chiqirdi sizlar degan deb pat-pat ogohlantirib qo'ydigan odamlar endi. Ammo pat-pat mustaqillik desa ko'zlaridan yosh oladigan. Shu qilgan muomalalardan, turqidan naqadar mustaqillikqa orzusi bor inson ekanligini bildim men. Şunu bo'lg'achqa shunga bir maslahat solaylik dedim men Zeydin qariga. Zeydin desam unda ishonchli ko'rsa bo'ladi dedi. Unda mening bir qancha adash ziyonlilardan tunishtirim bor. Paranglashaylik dedi, ma'qul deb paranglashdik. Endi o insonlarning ismini miyadi desam, men tunigan, yoshlangan odamlar balki bu chaqqa vafot bo'lgan bo'lishi mumkin, ammo balchaqalar bor. Uni degil olmaydi bu maslahatlashgan odamlarimizni. To'g'ri. Şu maslahatlashish jarayonida boshda yoshlangan muallim shunday dedi. Bu ismidillam aniq fikrlarim Sharqiy Turkiston ozodlik tashkiloti deganga bir milliy bir tashkilot mustaqillikni maqsad qilganlik bo'ladi. Bu vatanning mustaqilligini maqsad qilgan holda qurilgan bir tashkilotligi ismidan chiqib turadi. Ama Sharqiy Turkiston Islom partiyasi deganlik bu vatanning mustaqilligi uchun emas, faqatlan tuzumga qarshi bir partiya ekanligi bo'ladi. Partiya degan bir davlatning ichida bo'ladigan tuzumni o'zgartirishga o'zining o'z oldiga bir ideologiyasi va shu ideologiyalar bilan davlat boshqarishni maqsad qilgan bir partiyaning ishi bo'ladi. Masalan, Kommunistik partiyasi hozir Jungoni boshqarib ketib boradi. Shuna o'xshagan Sharqiy Turkiston Islom partiyasi desak, bu vatanning ozodligi bilan munosabatsiz, faqatlam vatanni islom bilan boshqarsak bo'ladi deb tuzumga qarshi chiqqanlik bo'ladi. Bu biri g'oyani kichikleştirganlik, ikkinchi mustaqillikdan voz kechganlik, uchinchi andan keyin partiya degandan keyin bundan keyin vatanning ichida yolg'iz sizlarga o'xshash taliblar yo'q, diniy sadik insonlar yo'q. Xitoyninki tashviqoti bilan nurg'un kommunist bo'lib ketgan odamlar bor, dinsiz bo'lib ketgan odamlar bor, dindan chiqib ketgan odamlar bor. Bularning keyin boshqa partiya bilan boshqarman desa nima deysizlar? Şuna bu vatan mustaqil bo'ladigan vaqtchi partiya degan gapni og'zingizga ammanglar deb shu chaqlam og'zimizni tuvaqlab bitiglik. Boshqa ziyolilarni qatilib to'g'ri deydi u, mushakimiz to'g'ri deydi u. Sharqiy Turkiston Islom partiyasi siyosiy nuqtadan intayin xato bir ism bu. Shuning uchun shu Sharqiy Turkiston ozodlik tashkiloti deganda Turayvaginingli yaxshi degan tavsiyani qilishdi. Rahmat aytdik, taqib ketdik. Oxirgi qarorimizda Zeydin qari bilan bu tashkilot Sharqiy Turkiston ozodlik tashkiloti bo'lib qolaveradigan bo'lib qaror qildik. Qaror qilib, shu yozda qaror qildik. Kuzga kelgan vaqtida yana bu halqa Zeydin qariga bo'lgan besim oq-oqidan kelaveraglik.
Asas besin boğunu Zeydin Qarının en çoğun bildiğini şu qağlıq taraftan, qağlıqdaki şu talıplar, şu okuyan insanlar arasından en çoğun bildiğini ma Kuchalik Kerem Qari. Xitoy turmusida vatanda Xitoy tarafidan shahid qilindi, o turmada shahid bo'ldi. Şu kesilgan vaqtida 14 yillik kesilgan, 14 yil tutgandan keyin yana uzaltib 20 necha yilga chiqarib, u tugandan keyin yana uzaltib oxirisida bu Xitoy qirg'inchiligi boshlagandan keyin turmada shahid qilindi. Allah şehitligini qabul qilsin, makonini jannat qilsin. Qobiliyatli ustozlardan birisi edi. Allah rahmat qilsin. Zeydin Qarimi bu Kerem Qarini bek cho'ng bilatdi. Bu Kerem Qarida bir talant bor, xalqni qoyil qilish kuchi bor, xususan ziyolilarni qoyil qilish kuchi bek yuqori. Shuning uchun mushu Kerem Qarim bizning sapimizga kelsa, sapimiz bek kuchlanadi deb shu Kerem Qarimni jiq sepki tartish qiltirishdi. Atayni berib shu kuchada ko'rishaylik Zeydin Qarim. Ko'rishib shunda bir hikoyani deb berayim. Shu Kerem Qarim bilan ko'rashgil berib, ko'rashgil qaytilgan vaqtda puli tugaydi buning, yanjoqda pul yo'q. Bu yerda shu Zeydin Qarim bilan Nimba Jamal Muhammad va ikkinchi rahbari o Barning qalağının ikinci rahbari sandan Jamal Muhammad va bu shu qaytib keletish pul tugab Abdul chiqadiganға Kuchadan Aqsuga mengib kelganligini deb bergan shu chaqda bizga. Berishning sababi Kerem Qarim bilan ko'rishish, Kerem Qarimning atrofidagi inqilobiy ballar bilan ko'rishish, ammo qaytib pul tugab ketib ashuna bir ish peshga kelaylik. Kerem Qarim va bo'ludi, billa qilsak bo'ludi deb nayati %100 qo'llab, ular quchoqlashib birlashishlik. Vədən qayıtıb gəlgəndən keyin uzun qanmay Kerem Qari yana shu ism haqida teklif Kerem Qarimdan mı chiqdi? Kerem Qarimdan keyin chiqqandan keyin Zeydin Qarim boshda rad qildi, ikkinchi qatim ko'rishidi ma'qul deydi, uchinchi qatim ko'rishidi ma'qul deydi. Yana bu problem chiqavergandan keyin Zeydin Qarim anikin atayni berib nimaga? Kerem Qarimni qağlıqdı deb anlab, qağlıqqa berib, Kerem Qarim bilan bevosita ko'rishib, sabab niminda bu o'zgarish chiqildi degandan keyin, buning oqisida Hasan Mahsumning taklifining borligini deb berdi. Hasan Mahsum qağlıqda bek nupuzi kuchli qadam. Qağlıqda biz taliblar bilamiz, biz taliblarimiz ko'pinchimiz dehqonning ballari bo'lg'achqa, shu oyda yetkidek kichikkina pul bilan berib o'qib, shu zag'irg'ajilab, ba'zan och, ba'zi to'q ashuna o'qib yuradigan vaqtlarimiz bo'lg'achqa, Hasan Mahsum garchi harabdan dehqonning balasi bo'lgan bilan qag'liqda shu bayladek yangi chiqqan motosikletni minib, ko'chadan ko'chaga vaqirtib, guldulab, taliblarning ko'zidan o't chiqarib yuradigan bay modelidagi bir model talib endi bu. Uni ustiga Hasan Mahsumninki dars bilishimi oldingi qatorda. Balki ustozning bizma madrasa taliblarida ustozning dars o'qigan vaqtlarimizda darsni ustoz o'tib turdi, andan keyin dars muzokarasi deydigan bir ish bo'ladi. Qolgan taliblar bir yerga kelib darsni muzokara qilamiz. Tushunmaganlar savollarni so'raydi, tushunganlar deb turdi, shuna qilib birsi-birsini yulishib, mangdigan ish va. Shu Hasan Mahsum darsni muzokara qilib turadigan darajada hamma taliblarga dars muzokara qilib turadigan darajadagi taliblarning birisi. Men bu Qashqarda ustozlab qilishimning sababi shu taliblarga dars muzokara qilish jarayonida yaxshiroq bilgachga, insonlarga bir narsani tushuntirayligachga, xalqlar shu keynimga kirib olib, masjidga kelib dars alamizda yurib, shu yerda ustozlab qilganlik. Shu dars muzokarasida birinchi o'rinda o'qiganlik shu taliblarning ichida bek yaxshi o'qiganlik hisoblanadi. Shu Hasan Mahsum yaxshi o'qigan bir talib, taliblarga dars muzokara qilib turadigan talib, andan keyin bayvat shaklda xejlayalaydigan, hammadan mengib yursa, motosikletni, yangi motosikletni haydab, hamma yerda bolalarning ishini qaynitib yurgan
modern bir talip çakam desem maksum şu çağda. Hmm. Şu Kerem Karım'ın fikrini şu Şarkı Türkistan İslam Partisi bolsun dep Esen Maksum'un özgertkenligine dep birdi Kerem Karım. Dep begendikin Zeydin Karım Esen Maksum bilen görüşüdü. Esen Maksum meydunda olsa bolsun deydi. Kegendeki lam yeni valıdı. Kegendeki lam yeni valıdı. En ahırısta bu yeni veliş bula vergendikin yani şu Zeydin Karım yani şu Kerem Karım'ı çıdımay. Yani bir köresek şu Kerem Karım bilen. Eğer şu Şarkı Türkistan Azatlık Teşkilatı diyen isimni Şarkı Türkistan İslam Partisi'ge özgersek Kerem Karı ketılıdığı iş olsa oyliş baksak buludu muş teklifini bir iş için yani bir görüş bakayla dedi. Makul dep en ahırki görüşünü bizden oydu görüştük Keşkadiki. Ben uçaklısta 89. yılı 9. ayda toy kılıp Keşkaga kelip hücreden çıkıp ayrım ötüp ottağa baklarım. Yeni toy kılga baklarım benim. Şu çağız kayıtta öyle şeyle körüşeyle dige vaqtda Kerem Karımlığı haber kıldık. Bizden oydu köreştik Keşkada. Köreşke yada Türkiye'den hazır Abdülkadir Anikam deyimiz Abdülkadir yapacağım ba. Bizden oydu köreşke vaqtda yana birlik geldi. Ama Zeydin Karı dedi eğer billi mağıdığa iş olsa müşsepte inqilab yoludu billi mağıdığa iş olsa illaki muşu Şarkı Türkistan Azatlık Teşkilatı'nı özgeriş doğru kelse sizler ketilmen desanla yenivanmayman desanla özgersek buludu diyen teklifini bergenden keyin Kerem Karım oyliş bakayla dedi. Oyliş bakayla dep hem işte bitişip şu isimde oyliş bakıdığan bulup taqap ketdi qo'yadin. Taqap ketip bir haftadan keyin xabar alsak bula deydi biz Şarkı Türkistan İslam İslahatçılar Teşkilatı'nı kurduk. Biz avu Şarkı Türkistan Azatlık Teşkilatı'nı biz bilen birli uluduğu iş olsa Şarkı Türkistan İslam Partisi'ge özgersek mi özgerteyli diyen teklifini bergenden keyin ola bununla mı kemmey Şarkı Türkistan İslam Partisi degenge mi kemmey bizi Şarkı Türkistan İslam İslahatçılar Partisi'ni kurduk dep cevap verdi. Nimi degeninglar bu İslam İslahatçılar Partisi desek şu çağda uçuk deglik. Biz İslam'ın ruhi boyunca aldı bilen Xitaylarga teşvik kılışımız lazım. Can zeminga tebliğ kılışımız lazım. Can zemin İslam tebliğini anlısa anladı, anlamasa anandikin korallık uruş kılıp onu kılımız bunu kılımız dep puanı şunda etaglık. Atkandan keyin Zeydin Karı bunu anlap bula şu bizge katılgısı yok. Bana tepipti. Eğer problem isim doğugan bolsa ayni dige yerге keldik Şarkı Türkistan İslam Partisi'ge özgertiңli deydigan şos özgersek buludu dige kelsek mu bu isimden mi kaçıp hazır Şarkı Türkistan İslam Partisi degen bu isimden mi kaçıp Şarkı Türkistan İslam İslahatçılar Partisi'ni kurduk dep manda degeni qaraganda bula biz bilen birleşkisi yok dep ahırısta mening muş Kerem Karıga işim ağrıydı deydi. Nimi degenleri desek ma Kerem Karımdaki kabiliyetini Xitay köreglik bilidi deydi. Eğer muşu bizden inqilabımızga ketilip yoki g'alaba qilatdik ya mag'lub bo'latdik en yomon tarafi mag'lub bo'lgan taqdirda bizning sapda shahid bo'lib olmasa Kerem Karı turmudi tushirib turmudi o'ltirib yetadi Xitoy Kerem Karıni. Kerem Karılik bir adam jamiyat saq qolmaydi. Bizga qatnashmagan taqdirda Xitoy bu odamni saq qo'ymaydi. Kerem Karıga chaqirdi. Rast degandek uzun qolmay barini inqilobi o'ttirga chiqdi, partladi. Barini inqilobidan keyin Kerem Karımni tutdi Xitoy, shu tutgan pardasida qo'yib bermay shahid qildi. Endi bu hikoyani deb birishimning sababi savolning javobiga kelsak, Şarkı Türkistan İslam Partisi'ni Zeydin Yusuf qurdi. Bu partinin qurg'uvchisi Zeydin Yusuf degan tashviqotni Xitoy istixborot qilyapti. To'g'ri.
Nima uchun bunda qiladi desalar, bu barni inqilobi xalqimizni o'yg'otdi. Kimligini bir qatim eslatdi. Xalqimiz uyg'onib ketgandan keyin Xitoy endi xalqimizga unutildiranmagandan keyin mustaqillik arzusini qo'rqitish orqali bular islomchilar deydigan nimani strategiyani tuzdi-ku Xitoy. Biz Sharqiy Turkistonlikni yo'q qilishda Xitoyning 3 strategiyasi va bizga tuhmat to'qiydigan. Birinchisi ekstremist dinchilar. Mutaassib, asabiyatchi dinchilar deb yo'qitdi bizni. Yana birisi mustaqillik maydonida Mongollarni bo'lgunchi deb yo'qitdi. Anandan keyin yana biriga terrorchi deb yo'qitdi. Shunda bo'lgandan o terrorchilik nimasi Xitoyning strategiyasi bo'lgandan keyin bizni Sharqiy Turkiston Islom partiyasiga bog'lab, bizning milliy inqilobimizni terrorizmga bog'lab yo'qotish niyati bo'lg'achqa Xitoyning munosabati bo'lmagan Zeydin Qarimni Sharqiy Turkiston Islom partiyasiga bog'lash orqali inqilobimizga suiqasd qildilar. Endi bu ishni men 89-yildagi ahvolni deb berayapman-ku hozir. Bu biz barni inqilobi portlagandan keyin turmuqqa chiqdik. Turmuqqa chirish jarayonida bu savollar bo'ldi. Xitoy bizga turmuqqa chirib bo'lgandan keyin sen Sharqiy Turkiston Islom partiyasiga a'zo bo'lib ekansan degan qalpoqni kiydiriblik. Men bilan dili chiganlarning ichida 19 odam. Men bosh jinoyatchi, qolgan 19 odam mening shogirdlarim. Menga agashki chillab turmuqqa chigan odam shu bizning bir masjiddan, Qashqarning. Shu yerga kelib dars o'qiganlardan 19 odam turmuqqa kirdik. Shu 19 odamning bosh jinoyatchisi men. Shu turma jarayonida sud bo'ladigan vaqtda davomli besim qilib, sen bu Sharqiy Turkiston Islom partiyasiga a'zo bo'lib ekansan deydigan bir besim bor men nimada? So'roqchilar tarafidan. Men buni izchil rad qilib keliklik. Ammo saqchilar deydi, palani e'tirof qildi, pustani e'tirof qildi deb, menda o'qigan bolalarning hammasining ismini deb turmadikining. O Sharqiy Turkiston Islom partiyasiga kirganligini e'tirof qildi deydi. Degandan keyin ular kirgan bo'lsa mening nim munosabatda men kirmadim deb turaveraylik shu yerda. Oxiri sud bo'ldi ya. Sud bo'lgandan Qashqar viloyat sud mahkamasini sud qildi bizni. Sud qilgandan keyin avo ayblashnomaga qarasak, bek eg'ir ayblashnomada. U moddalar bo'yicha kesib qolsa 20-30 yil muddatsiz ketgan darajada ayblash bor. Bizning ayblashimizda. Uni ko'rgandan keyin men nim bo'lsa bo'lsin rost gapni qilaman, men o Islom partiyasiga a'zo bo'lmadim, unda bir partiyani tunimayman deb turaverdim. Anandan keyin advokat talab qilamizlar dedi, ma'qul deb men advokat talab qildim. Shu chaqda eng dang chiqargan advokatdan hozir ismini qilishcha Aysham Savut deydigan bir advokat vardı. Şu başta meni talab qildi degandan keyin bosh jinoyatchi men bo'lgandan keyin shu Aysham Savutni talab qildim. Aysham Savut meningki ayblashnomamga qarab meni aqlashdan voz kechibdi. Bunday odamni aqlig'i bo'lmaydi deb. U voz kechgandan keyin boshqasini ikkinchi darajalik bir sifatı uning ismini unutib qoldim. U kishi edi. Uni talab qildim, uni rad qildi. Uchinchi advokat talab qildim, uni rad qildi. En ahirida saqchilar dedi, sana hech kim advokat bo'lishni xohlamadi. Sen buzuq unsur bo'lg'achqa, seni aqlig'i bo'lmaydigan bo'lg'achqa, hamma odam seni rad qildi dedi. Degandan keyin davos o'zimni aqlay, advokat berilgandek, menga fursat beringlar, o'zimni aqlashga fursat beringlar dedim. Ma'qul fursat beramiz dedi. Shu men bosh jinoyatchi bo'lgandan keyin sudda meni o'tirg'i chiqadi. So'zlar, jinoyatimni e'tirof qildi. Şu sözleş jarayonida men bu Sharqiy Turkiston Islom partiyasi deydigan bir partiyami yo'q. Buni hech kimning qo'g'anligini bilmayman, men bilmayman deb va'da o'zimni aqlash jarayonida so'zlagandan keyin qolgan 19 odam agashmichilar meni anglaydi ya va'da. Maydonda bo'lgandan keyin anglaydi. Anglagandan keyin naq maydonda mendan chiqqanlarning hammasi biz bunda bir partiyaga
qatnaşmagan, unda bir iş yok. Hemmisi saqçılar bizni təhdid qilib, qo'rqitib жүрüp, munda qo'l bostirgan deb sotning birinchi kuni 19 odamdan 18i manga o'xshash gapni qildi. Bir sabab ortda shu Yasin Qosim deb bizni qarlab turib olgan. U mening shogirdimda. Shu Xitoy nima degan bo'lsa, shuni deb qarlaganlardan birisi vatdi. U anandakin atis qo'pab, ummi yenib oldi. Ikkinchi kunda ummi yenib oldi. Yenib olgandan keyin bu Sharqiy Turkiston Islom partiyasiga a'zo bo'ldi deb qarlash, ayblashdik, qarlash. O putirib turamagandan keyin u bizni qarlagan moddalarga salama yalqi u yerda tushib ketiglik. Shuning bilan sotning 3-kunida o tashkilotga bizni chatanmagandan keyin ankin jinoyat yengillab altimizga jazo berdi. Qolgan 10 nechaylarni gunohsiz deb naq maydonda qo'yib etdi. Demakchi bo'lganim bu hikoyani deb berishimning sababi shu 90-yillarda Xitoy barini inqilobga munosabatlik deb turmuga sulaganlarning hammasiga Sharqiy Turkiston Islom partiyasiga qatnashdim deb majburlalik. Turmuga chiganlarni. Buningdan shuni bilib olishga bo'ladiki, bizning inqilobimiz uchun Sharqiy Turkiston Islom partiyasi degan bu ism foyda ekanmaydi. Sharqiy Turkiston ozodlik tashkiloti foydali, Sharqiy Turkiston Islom partiyasi foydasiz. Shundoq bo'lg'achqa bu ismni hozirga qadar Xitoy istixborotining qo'llanib yurishining sababi shu. Hozirga qadar xalqimizni, milliy inqilobimizni terrorizmga chetish maqsadida mush ismni qo'lladi. Shuning uchun Zaydin Qarimning bu Sharqiy Turkiston Islom partiyasining qurg'uvchisi ekanligi bu yolg'on butunlay Xitoy tarafidan o'ydirib chiqarilgan bir tuhmat. Rahmat. Bir tuhmat. Buni hamda xalqimiz orasidan hamda Zaydin Qarimni ulug'layman deb yoki bo'lmasa cho'ng ko'rsaman deb siyosatni uqmaydigan adamlar qo'llanib qolganlar bo'lishi mumkin. Hammasi Xitoyning odamlari deysakmi, haqsizlik bo'ladi. Bilmay qo'llanib qolganlar bo'lishi mumkin. Ammo bilib turib qo'llanayotganlar, izchil bozorga solayotganlar Xitoy istixboroti. Rahmat. Bek aniq, bek ochiq, samimiy bir suhbat bo'ldi. Buningdagi nuqtalar nihoyat aniq bo'lib ketdi. Bundan keyin bu Xitoylarning o'yinini o'ynab Zaydin Qarimni agar Islom partiyasining qurg'uvchisi deb olgan bo'lsa, demak bizning manfaatimizga ziyon. Siz o'zingizning barliq tanishtirishlaringizda uningki bundoq mavjud emasligini, bundoq ishninki o'tirda emasligini tushundingiz. Bak yaxshi ish bo'ldi. Bu mushta bir isbot bo'lsa deb. Jur'at efendim, gapninki oxirisida 2 nuqta bor deb qo'ydik. Endi bu gap echildi. Hozir qadar shu og'zimizni ochmay keliglik bu gap echildi. Bularmi bu Hasan Maqsum masalasi biz millatning ichida hassos bir masala. Chunki Hasan Maqsumninki nufuzi bek yuqori tikilib ketiglik. Tikilib ketilgan bo'lg'achqa bu odamni tunimaydiganlarning hammasi bizning millatning ichida cho'ng biladiganlar bekchiq. Shuning uchun deb qo'yishim kerak. Nurg'un odamlar bu Sharqiy Turkiston Islom partiyasini Zaydin Qari qo'ygan, shuning uchun Hasan Maqsum uning partiyasini davom qildirgan deydigan bir safsata bor. Hasan Maqsum Zaydin Qarining yo'lini davom qildiradigan bir emas. Buning isbot uchun shu chog'da barini inqilobida aql balog'atga yetgan shu chog'ning inqilobchilari hammaylar biladi anglagan. Shu barini inqilobi portlagan kuni Hasan Maqsum harabdan chiqib Yangisaga berib, Yangisa atrofidan, Qog'liq atrofidan to'planib, barin mujohidlarga yordamga ketib qolgan mujohidlarning oldini to'sab, tabliq qilib, mujohidlarning ayonga berishini to'sab qolgan odam shu Hasan Maqsum. Agar Zaydin Yusufning izbosari bo'ladigan bo'lsa, o Zaydin Yusufning qo'ygan Sharqiy Turkiston Islom partiyasiningki varisi Hasan Maqsum bo'ladigan bo'lsa, o to'smaydi. Zaydin Yusufning yo'lidan insonlarning, mujohidlarning mengishini to'smaydi. Bu butunlay bir tuhmat.
ikkinchi biz turmadagi vaqtimizda men maralleşlik turmadagi vaqtimda barning inqilobi partiladi. U partilagandan keyin bizni marallashdan nimaga yondirib keldi? Qashqa viloyatlik turmaga yondirib keldi. Shu Qashqa viloyatlik turmadagi chaqda bir uyga bir odamni sulaydigan ekan, u Qashqa viloyatlik turmada. Turmalar eski o'g'achqa bir tushki ekan qarab tursam, har kun alqabi 10 minutdan sirtqa chiqadigan ishlar bor insonlarni. Shu tushdan qarab tursam, hamma kamerdan bir odam chiqadi, bir kamerdan ikki odam chiqadi. Qarasam shu Hasan Maqsum bilan yana bir odam. Har ikkilasida soqol bor. Aniki meni 10 minut talaga chiqqan vaqtida shu Hasan Maqsumninki yatqan uyning oldiga kelib ikki odam balig'idan ensirdim bir-da men va'da. Ikki odam bo'lgandan keyin mush odam men inqilobiy nuqtadan chirib qolgan bo'lsa deb o'ylab men ikkisi paranglashib qolsa qilgan ishlari oshkor bo'lib qolmasin deb agalandirish berish niyatida tangshash asbabi bo'lishi mumkin, jiqparan qilishmanglar degan gapni dedim eshikning oldida. Degandan keyin Hasan Maqsum yaqinlashib bilan unchilikni bizmi bilamiz. Akangli Zaydin o'ldi. Urushning birinchi kuni o'ldi Akangli Zaydin. Ching turolmay deydiganni deb meyadan qutulishning ishini qilinglar dedi. Bu talaffuz saqchining talaffuzi bilan o'xshash. Bizning vatanda bir dehqonning bolasi, bir ahli ilm, yana bir o'ziga o'xshash odamga ma talaffuz deb gap qilmaydi. Buni faqatlam saqchilar deydi. Unda qilinglar, bunda qilinglar yoki unda qil, bunda qil deydigan gapni saqchi deydi. Bu gapni menga dedi shu yerda. Degandan keyin men shu yerda shu Zaydin Yusufninki shahid bo'lganlik xabarini tunji qatam Hasan Maqsumning og'zidan oldim. Anglab dardimizga dard qatildi. Biz o'chaqda barni inqilobi g'alaba qildi. O'chaq turmaning ustida aeroplanlar vangildab uçup her 5 minut Qashqarning samalarida güldül tuyitpagan vaqtlar. Men o'chaq shu urush nayt qizg'in bo'lardi deb o'ylab, inshaalloh g'alaba qilamiz deb atgan hissiyatda bo'lgandan keyin Hasan Maqsumning agipini bek ruhizar bo'ldi. Yig'ilmaydigan odam yig'lab ketdim va'da. Keyin turmadan chiqdik. Turmadan chiqqan vaqtimda Hasan Maqsum bizning uyga kelib bakadin shu vaqtda uzr tilab qo'ydi. Men shu chaqda shunda deyish kerak bo'lib qoldi degandim. Qapanmanglar, ko'nglingizni deb shu bijag'izlam uzr tilab qo'ydi. Bu gapni deyishimning sababi Zaydin Yusuf bilan Barin inqilobi bilan Hasan Maqsumning va Sharqiy Turkiston Islom partiyasining hech qanday aloqasi yo'q. Buni aloqalantirayotganlar faqatlam inqilobimizni qarlash uchun shu Xitoy istixboroti kuchaydi, aramizdagi nadallar balki tashviq qilish berayotgan bo'lishi mumkin. Rahmat. Tegishli bo'lg'achqa bunda pirishimning sababi shu. Pek yaxshi fikrni yetkizdingiz. Buningdan biz nurg'un narsani bilib oldik. Chunki bu samimiy bir parang bo'lgandan keyin hammalarninki buni astoydil anglashini va buningga o'zining qalbisini ishlatishini umid qilamiz. Endi biz bu yerda ko'p dedik, milliy qahramon Zaydin Yusuf qanday bir shaxs edi degan bir savol tug'ildi davomli bizga. Biz buni qanday baho beramiz? Zaydin Yusuf qanday bir shaxs degan vaqtda ham buni birlam kelime bilan degan vaqtimizda haqiqiy bir mu'min edi. Haqiqiy bir mu'min edi. Endi mu'minni bizning dinimiz qanday tunishtiradi degan vaqtda bir mu'min o'zi nimani arzu qilsa, o'zining qarindoshlariga shuni arzu qiladigan kishini mu'min deymiz. Bir mu'min nimadan ehtiyot qilsa, nimadan hazar eylasa, shu ishning o'zining qarindoshlarining beshiga kelishtirma ehtiyot qiladigan, hazar eylaydigan kishini mu'min deb ataladi. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Peygamber Aleyhisselam'ның mu'minni tunishtirishdagi o'lcham bu. Bir mu'min
Üzüge nimeni arzu kılsa, başka karındaşlarına şunu arzu kılıdığan, üzü nimeden ihtiyat kılsa ve hazır kılsa, ularının beşiğe şu yama işinin kelişten hazır kıldığan, ihtiyat kıldığan, şu tunuştuğan, şu mümin şu. Yanı birge Peygamber aleyhisselam müminni tunuştuğa vakitte, müminler birgi boğan söygüde, bir boğan muhabbette, birgi boğan küyünüşte, nemi okşaydı o dese, bir ceset okşaydı. Meselul mu'minine fi tavadduhim ve terahumihim ve taatufihim kemeselil cesed. Cesedini biz Uygurca kullanımız go. Müminler bir küyünüşte, merhamet kılışta, küyümçen buluşta bir cesetke okşaydı. Ceset kanda oludu? Cesetnin içinden bir aza ağrıp kesse, şu aza tüpeyleden bütün başka azalar hemmisi ağır his kılıp uxlayanmaydı. İze işteka minhu udvun tada'a lehu sairul cehad bis seher vel humma. Uykusuz kalıştı mı? Bütün beden uykusuz kalıdı. Eğer beden kızıp gittiği iş olsa, bedenin hem yeri kızıp gittiği, ten kızıp gittiği. Müminler müşündak bulur. Birisinin beşiği gün kelse, başkasının hemmisinin beşiği gün kegen yisavılınudu deydi. Bu Peygamber aleyhisselam'ın bir musulmanını, müminini düşündürüşüdü ki, kriter bu, Zeyd'in Yusuf, mana müşündak mümin idi. Kandak dige vaxtlarda, şu Zeyd'in Yusuf, mana gepge vaxt şu barındaki, şu uşak balılarının öldürülüş hikayelerinde pege vakitte küçük balıdaki yığılap gitti. Xuddi üzünün balısı öldürülgendek yığılap gitti. Zeyd'in Yusuf'un sepdaşlarımızdan aldığı çıkıp tebliğ kılganda şunda bir turuşu vardı ki her kandak adam qayıl bulmay kalmaydı. Her kandak adamın tesiri astığı alıttı. Üzdün yukarı okup ketkenler olsun. Meyli dini sahadı olsun, meyli ziyali olsun, Zeyd'in Yusuf'un söhbetini anlayan adam iğrimey, onun qayıl bulmay kalmaydı. Ama hiç kaçan haklarının aldığı yığılap bakkanını kögülü bulmaydı. Ama şu barındaki şu zulümünü anlattığı vakitte, şu ballarının ırkı kırgınçılık uçturğanlığını anlattığı vakitte, küçük balıdık, yüzünün ailesi öldürülüp ketkenindeki yığılap gitti. Bu muşun adın Zeyd'in Yusuf'unu çönsek bulundu. Muşu hazır hadiste izahlangan müminin süpti %100% şu Zeyd'in Yusuf'u tepelattı. Şunun için Zeyd'in Yusuf'unu muş milletinin kıyışıdan çıkan bir rehber desek en doğru tarif şu bulundu. Şarkı Türkistan inkılabının milli inkılabımızın rehberlerinden biri desek yoğun ketmeydi o. En vapık tarif şu olgan buludu. Şu Zeyd'in Qarım'ını halkımızdan milli rehberimizde tunuşunu müşahidin tavsiye yapılır. Rahmet. Zeyd'in Qarım bizning qahramonimiz, milliy rahbarimiz. Endi bizning hozir qilayotganlarimiz şu inqilobning davomi desak to'g'ri bo'ladimi? Elbette buludu. Çünkü Zeyd'in Qarım'ınki g'oyasi bilan bizning mustaqillik sepida köreş kılıvatkallarının gayemiz okşaş. Hususen Şarkı Türkistan sürgün hükümetinin gayesi okşaş. Şunun için eğer Zeyd'in Qarı hayat boğan olsa çokum muşundaq bir hükümetinin kuruluşunu, hükümetinin buluşunu arzu kılattı. Çünkü bizning davayımız haqliq bir dava boğaçqa bu haqliq davanın haqqani ekanliginin biz tarafımızdan ve halkara tarafından bilinişini en yukarı seviyede arzu kıldığın kişi Zeyd'in Qarı'ydı. Şu çağda Sovet İttifakı yemirilmegen vakit şu çağdaki siyasi vaziyetini tahlil kılışı Zeyd'in Qarı'nın bek doğru tahlil kılattı. Şunda etraflık tahlil kılattı. Resmi siyasi yöndek mükemmel bir siyasi yöndek tahlil kılattı. Şu kalılan Zeyd'in Qarı hazır bulup kapkasa muş hükümetinin Şarkı Türkistan sürgün hükümetinin merkezinden yarağan bulattı. Şunun için bizning hareketimiz dige vaqtimizda Şarkı Türkistan sürgün hükümeti ve bu septiki müstakilchilarning hareketimiz Zeyd'in Yusuf'ning
qılayotgan yolu bilan o'xshash bo'lg'achqa biz o'xshash yo'lda desak bo'laveradi. Rahmet. Pek doğru düşündürüşüyorsunuz. Hem de barın inqilabıda şehit olgan kahramanlarımız bizge dinimizdeki zalimge qandaq qarshi turishning eng esil o'rnigini yaratdi deb qarayman. Namoyishimizning izchilligi ahamiyatlikmi? Mushu nuqtada. Ya elbette ehemmiyetlik. Çünkü yolumuz o'xshash bo'lg'achqa, barın inqilabı bilan yolumuz o'xshash bo'lg'achqa, barın inqilabını eslab turishimiz milliy ruhimizning o'lmaganligining ifodasi. Hozircha xalqaro vaziyat bizga butunlay ta'ti. Xitoy boylab ketgachga, Xitoyning boyligi shu Sharqiy Turkistonda bulangchilik qilg'achqa boygo Xitoymi? Şu bulangchilikdan kelgan haram mal bilan Xitoy boylag'liq. Şu haram mal bilan Xitoy dunyoni setib olag'liq. Xususan haram mal bilan musulmon dunyosini, Türk dunyosini setib olag'liq. Bizning qarindoshlarimiz Xitoyning pulini deb bizga xiyonat qilag'liq, xoinlik qilag'liq. Bunday bir ahvol ostida xalqaro siyosat bizga ta'ti turayotgachqa, balki ishlarimiz aqmayotgandek turgan bilan bizning yo'limiz haq yo'l, haqqoniy yo'l. Bu dunyoni yaratgan va bu dunyoni birdan bir kontrol qilayotgan zotning ismi al-haq, haqdir. Unda bo'lgandan keyin biz Sharqiy Turkiston xalqining mustaqilligimizni asliga keltiradigan mustaqillik jangchilarining yo'limiz haq bo'lganligi uchun hozirgi vaziyat nim bo'lishidan qat'iy nazar oxirida qozong'ich biz bo'lamiz. Shuning uchun xalqimiz umidsizlanmasligi kerak. Umidsizlik shaytonga yarashadi. Umidsizlik shaytonlik. Har qanday millatning eng yiqilgan, eng to'nga tushib ketgan vaqtlar bo'ladi. Bizning tariximizdagi eng to'nga yiqib tushgan vaqtlarimiz shu. Agar sabr qilib to'g'ri yo'ldan ayrilmay bir ish qila olsak, bir ish qilmasak, mush to'g'ri yo'lda Alloh rizosini deb mang'alsaqlam, oxirgi g'alaba bizning bo'ladi. Shuning uchun bu barın inqilobini xotirlash masalasi, milliy ruh masalasi, kimlik masalasi bo'lg'achqa biz buni davom qilishimiz kerak deb o'ylayman. Rahmat. Sizlarga ko'p rahmat. Bugun biz barın inqilobi to'g'riliq nurg'un uchurlarga erishdik. Nurg'un burun anglamagan nayt qimmatli uchurlarni bugun egallab oldik. Biz Zaydun Yusufdek esil odamlarning, esil qahramonlarimizning yo'lida mengayotimiz. Bu sil degandek biz tanmasligimiz, menga bel qo'yatmasligimiz kerak. G'alaba oxiri bizga mansub bo'ladi. Bugun biz vaqt munosabati bilan bu programmani oxirlashtirishga majburmiz. Ammo bizningki hukumatimiz kimlik kartasi ishlagan. Buningga qatnashganlar ba'zilar iqtisodiy munosabat bilan buni ishlatamayotgan bo'lsa, bizning bir o't yurak yosh 20 odamga bu milliy kimlik kartasini pulini chiqarib bergan bo'ldi. Bizning hukumatimiz bilan aloqalashib, bizning burun buningda e'lon berdik, qanday aloqa qilish to'g'riliq. Buningga mushtonga kirishni arzu qildiganlar bo'lsa, darhol aloqalashsanglar 20 odamga, dastlabki 20 odamga bu milliy kimlik kartamizni bekaga qilib bergan bo'ldik. Hammanglarning buningga alohida qarshiligini umid qilamiz, chunki hozir Xitoyning qishida turib olib, yaxshi kun ko'radigan davr o'tib ketdi. Eng yaxshisi o'zinglarning milliy kimliginglarni tunishinglarni va uningga isbot bo'lgan bir kartning qo'linglarda bo'lishini bir oqilanlik deb o'ylaymiz. Hammanglarning mush vaqt xayrli bo'lsin. Allohga emanet. Abdullahat Nurdamallan ko'p rahmat. Sizga rahmat. Allohga emanet. Xayr. Programmamiz mishada oxirlashdi. Xayr, Allohga. Tüküdü o değil mi?